33-bob. Babul khidobi bis-savat. Mana qoraga bo'yash. Joizmi yo'qmi? 3624-hadis. Jabir radhiyallohu anhu aytadilar: Makka fath kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Abu Quhafani olib kelindi. Kim edi u? Abu Bakr radhiyallohu anhuning dadasi. Subhanalloh, qarang. Makka fathida Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'zlari 60 yosh atrofida bo'lganlar. O'zlari. Endi dadalari tirik bo'lgan, shunday qarang. U kishi xalifalikka o'tirgan paytlarida ham dadalari tirik bo'lgan. O'g'liz xalifa bo'ldi deyishgan. Nimani dadasini oldiga kelib Abu Bakr radhiyallohu anhu. Va ajab, ko'zi ko'rib bo'lgan u kishini, qari chol bo'lgan. Meni o'g'lim xalifa bo'ldimi degan. Ajablangan o'g'li xalifa bo'lganidan. Xullas shu, lekin o'ta qarib ketgan bo'lgan, mana oppoq soch soqollari oppoq bo'lib ketgan mo'ysafat bo'lgan dadalari Abu Bakr radhiyallohu anhu. Aslida keyinchalik islomga kirganda avval kofir bo'lgan Abu Quhafa. Shu kishini fath kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga olib kelindi. Boshi sag'omadek bo'lib qolgandi haligi odamni. Sag'oma arab diyorlarida o'saydigan oppoq ranglik o'simlik. Gul, oq gul. Haligi shu darajada oqarib ketgandan o'sha oq gulga o'xshatyapti. Oppoq guldek bo'lib, hamma yoq sochlari oppoq bo'lib qolgandi deyilyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Izhabu bihi ila ba'di nisaihi faltughayyirhu va jannibuhu sawat." Buni ba'zi ayollariga olib boringlar, o'zgartirsin deganlar. Ya'ni oppoq bo'lib ketsa ham seskanadigan darajada bo'lib ketadi-da odam. Bir nuroniylik, bir yaxshi o'zi bir hisobdan. Lekin oppoq bo'lsa odam bir pesdegan bo'lib qoladi ko'rinishdan bunday qaraganda. Odam seskanadigan darajada bo'lib ketadi. Ana shuning uchun olib boringlar deb ba'zi ayollarini o'zgartirib qo'ysin soch soqolini deganlar. Ya'ni xinaga bo'yash. Va mana jannibuhu savat, qoradan chetlaninglar, chetlatinglar uni deganlar. Qoradan chetlatinglar. Mana shundan olgan ulamolar, mana Abdul Boqiy rahimahulloh aytibdi shuni sharhida, hadis dalilki qop qora narsaga bo'yash harom, eng kamida makruh. Harom, eng kamida makruh. Qarang. Ba'zi ulamolar g'oziylar qoraga bo'yasa bo'ladi degan ekanlar. Dushmanni ko'zida yigitdek bo'lib haybat hosil qilish uchun degan. Subhanalloh, qarang. Biz bir gapda aytgandik avval. Biz jihad qilamiz desak, ish qilamiz desak, shariat bizga ko'p mumkin emas narsalarni mumkin qilib beradi. Senga mumkin ekanda deydi-yu, ha, alam qilsin. Din uchun bizga mumkin qilib beradi shariat. Shulardan biri mana qarang. Jihad qilaman desang, qoraga bo'yaver degan soch soqolingni. Nega? Chunki yosh yigitdek ko'rinib, dushmanni qalbida haybat paydo bo'ladi. Hammasi navqiron yigitlar ekan, qop-qora soch soqollik deyshadi. Hammasi hali oq soqol, och soch bo'lib o'tirgan bo'lsa, bu chollarni hozir o'ldirib olamiz borib deb kuladi-da ular kofirlar. Ana shunaqa qilib kulmasligi uchun deyilgan. Bu mening gapim emas, qarang. Mana Abdul Boqiy rahimahulloh hadis sharhida aytibdilar. Va boshqa ulamolardan ham kelgan bu. Dushmanni ko'zida haybatlik, ya'ni yosh yigit bo'lib ko'rinish uchun g'oziylar, ya'ni mujohidlar qoraga bo'yasa joiz deyilgan. Ammo ummatan olganda qaytarilyapti mana qoraga bo'yash. 3625-hadis. Abdul Hamid ibn Sayfi aytadilar otalaridan. Shu bobolari Suhaybul Xoyrdan aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna ahsana maqtadabtum bihi la hada sawadu arghabu li nisaikum fikum va ahyabu lakum fi suduri aduwikum." Sizlar bo'yangan narsalaringning eng yaxshisi mana shu qoradir. Ayollaring uchun sizlarga rag'bat qildirishga ham shu yaxshi. Ya'ni ayollaringni sizlarga rag'batini keltirishga. Yigit bo'lib turadi-da xotinning oldida, ya'ni. Va dushmanning ko'nglida haybat bo'lish uchun ham sizlarga shu yaxshi deganlar. Endi mana hadis yuqoridagiga teskari kelib qoldimi? Yuqorida qoradan chetlaninglar deyildi, bu yerda eng yaxshisi qora deyilyapti. Nima deyiladi buni? Birinchidan ba'zi ulamolar aytganki, bu hadis isnodi zaif o'zi. Yuqoridagi hadis sahih. Shuning uchun ham bunga teskari kela olmaydi bu hadis. Zaif hadis yuqoridagi sahih hadisga teskari kela olmaydi. Qoradan chetlaninglar deganga, ya'ni.
U isnodi quvvatlik chetlan deganni. Bu hadisda isnodida Difo ibn Dag'fal degan odam bor. Keldi. Shu odam haqida ba'zi ulamolar ishonchli degan bo'lsa, ba'zi ulamolar masalan Abu Hotim Roziy zaif deganlar. Bor yo'g'i bitta shu hadisni rivoyat qilgan Ibn Mojida shu zaif odam xullas mana shu sababdan bu hadis yuqoridagi hadisga teskari kela olmaydi. Endi ikkinchidan ba'zilar aytganki bu yerda qora deyilgandan maqsad katam nazarda tutilgan. Katam u to'q malla bo'lgan, qop-qora emas. O'shani xina bilan aralashtirib bo'yalinganda g'oliban qoradek nazarda tutilgan. Lekin tim qora rang emas u. Shu katam rangi deyilgan, malla rangi ya'ni. Xo'p, mana yuqoridagi narsaga ammo shunda dalil keldi nima bo'lganda ham. Dushmanning ko'ziga haybatli bo'ladi deyilgani. Garchi hadis zaif bo'lsa ham biz uni o'sha nima qolganlarga qoraga bo'yalinishligini olmaymiz. Lekin xosatan mana o'sha dushmanning ko'ziga haybatli, ko'nglida haybatlik degan joyiga dalil demoqchiman. Unga dalil ko'p. Masalan, ipak kiyim kiyish asli mumkin emas, lekin jihodda mumkin deyildi. Qurol ishlatish harakatga qulay bo'lish uchun. Misollar ko'p. Boshqa narsada mumkin emas narsalar jihod uchun mumkin bo'lishligiga.